Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirar ekanlar. Bu Umar ibn Xattob roziyallohu anhu rivoyat qilinadi bu hadis. Baynama nahnu julusun inda Rasulillohi sollallohu alayhi vasallam id tala alayna rajulun. Mana shunday deb boshlanadi katta hadis. Umar ibn Xattob aytadi, kunlarning birida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurida o'tirar ekanmiz. To'satdan bir kishi kirib keldi. Kiyimlari oppoq, soch soqoli qop-qora. Ustida bironta bir safar alomati yo'q. Keldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qarshisiga kelib o'tirib, tizzasini Rasulullohning tizzalariga tegizib o'tirdi. O'zini qo'lini o'zini soniga qo'ydi yoki tizzasiga qo'ydi. Shunda yaqin kelib o'tirdi. Sahobalar hayron. Musofirmikin desa, ustida safar alomatlari yo'q. Kiyimlari yangi, oppoq, soch soqoli qop-qora, hozir uydan yuvinib chiqqandek. Endi Madinalikmikin bu odam desa, hech kim tanimayapti. Keldi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir qancha savollarni so'radi. Islom nima, iymon nima, ihson nima, qiyomatning alomatlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islom nima deb u kishi so'raganida, islom bu shahodat kalimasini aytishliging, namoz o'qishing, roza tutishing, zakot berishing va qodir bo'lsang haj qilishing dedilar. Haligi so'ragan odam to'g'ri aytdingiz dedi. Sahobalar yana hayron bo'lishdi. Kim bu? O'zi so'rab turib, Rasululloh javob bersa yana tasdiqlab qo'yapti. Iymon nima? Rasululloh aytdilar, Allohga iymon keltirishing. Antumina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val qadari khayrihi va sharrihi minalloh val ba'thi ba'dal maut. Ya'ni mana shu 7 ta narsa: Allohga iymon keltirish, farishtalarga, kitoblarga, taroziga, qiyomat kuniga iymonning 7 ta sharti. Haligi odam to'g'ri aytdingiz dedi. 3-chi savoli, ihson nima deb so'radi. Ihson. Ihson Rasululloh aytdilar, an ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing. Ya'ni inson Allohni ko'rganda uni qiladigan ibodati qanaqa bo'lardi? Butun vujudi bilan o'qir edi. Hayoli bo'linmas edi. Allohga ibodat qilishligi, Allohni ko'rib turganda ibodat qilishligi, birodarlar, siz bilan biz ko'rgan, o'rganib qolgan ibodatga bo'lmas edi. Jannatni ko'zga ko'rsatib qo'ydi. Do'zaxni ko'rsatib qo'ydi. Shu ko'rib turib namoz o'qishligingiz qanaqa bo'lar edi? Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Endi sen Allohni ko'ra olmasang ham Alloh seni ko'rib turibdi dedi. 4-chi savolni so'radi qiyomat haqida, so'ngra chiqib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattobga qarab, "Ya Umar, atadri man is-sa'il?" Ey Umar, savol so'rayotgan odamni kimligini bilasizmi? Alloh va rasuluhu a'lam deb javob berdi Umar ibn Xattob. Alloh va rasuli biluvchiroq. Bu Jibril edi. Kelib sizlarga sizlarni diningizni ta'lim berdi dedilar Rasululloh. Ya'ni Jabril alayhissalom notanish bir kishi inson suratida kelib, musulmonlar dinida bilishlari kerak bo'lgan eng muhim narsalarni o'rgatib chiqib ketdilar. Islom nima, iymon nima, ihson nima? Bu darsga kirishlikdan avval bu darsni qadrini, bu darsni qiymatini bilib olaylik. Islom nima ekanligini bizga birodarlar fiqh ilmi o'rgatadi. Namoz, roza, zakot, haj, ro'zani qanday tutish kerak, qaysi vaqtda og'iz yopish kerak, namozda necha rakat, qaysi amalni qilsangiz sajdaga sahv qilishingiz kerak. Fiqhiy ilm bizga ibodatlarimizni o'rgatadi. Islomni
fiqh ilmi o'rgatadi. Iymonni nima o'rgatadi? Iymonni bizga o'rgatadigan ilm bu aqida deyiladi. Biz nimaga e'tiqod qilamiz? Nimani bor deb ishonamiz? Nimani yo'q deb ishonamiz? Bizga nimaga e'tiqod qilishimizni o'rgatadigan ilm, iymonni o'rgatadigan ilm aqida deyiladi. Endi nima qoldi? Hadisda 3 ta narsa aytilindi. Uchinchisi nima edi? Ihsonni nima qaysi ilm o'rgatadi? Ihsonning nima ekanligini o'rgatadigan ilm tasavvuf deyiladi. Tasavvuf ilmi insonning qalbini musaffo bo'lishligini o'rgatadigan ilm. Mana iymonni o'rgandik, alhamdulillah. Islomni o'rgandik, alhamdulillah. Nimaga bizni ko'zimizdan yosh oqmaydi namozlarimizda turganimizda? Hech o'ylab ko'rganmisizlar? Biz ham ana shu sahobalar o'qigan suralarni o'qiyapmiz. Biz ham ular o'qigan namoz o'sha rakatda o'qiyapmiz. Nimaga bizni ko'zimizdan yosh kelmayapti? O'ylab ko'rganmisizlar? Hajga borgan, umraga borgan birodarlar ichimizda o'tiribdi. Yurtingizda yurganda yig'lamasdingiz. Namozga turganda, boshqa, lekin Ka'bani birinchi marta ko'rganingizda eslanglar-da. Yig'i kelganmi, yo'qmi? Boshqa dunyoga o'tib qolganmisizlar? Yoningizda kim turibdi ko'rmagansiz. Ho'ngaraga otib yig'layapsiz, birov eshitib qolsa hijolat bo'lmaydigan xayol ham qolmagan. Boshqa dunyoga kirib qolganmisizlar? Ana shu qalbning musaffoligini bir shingili bo'ladi. Xohlarmidingiz ana shu holat doim sizda bo'lishini? Qalb musaffo bo'lishini xohlarmidingiz? Xohlaysiz. Mana shu tasavvuf ilmi mana shu ihsonni nima ekanligini o'rgatadi. Javr alayhissalomning hadisi bizga islomni 3 ga bo'lib berdi. Iymon, islom, ihson. Ihson dinimiz 3 dan biri, birodarlar. Qaytarib aytaman. Jabroil alayhissalomning hadisi, Umar ibn Xattob rivoyat qilgan hadis, dinimizni 3 ga bo'lib o'rgatib berdi. Islom, iymon, ihson. Biz mana shu 3-sini, ihsonni gaplashmoqchimiz. Biz hali bu tasavvuf ilmida qalbning musaffoligi, nafsni poklashlik yo'lida qanchalar hali uzoqda, orqada qolib ketganligimizni tushunib yetdim. O'shuning uchun ko'zimizga yosh kelmayapti ekan. O'shuning uchun yetim yesirni ko'rganda qalbimiz yumshamayapti ekan. O'shuning uchun ibodatdan sahobalar topgan huzurni biz topa olmayapmiz ekan. Boshlaymiz Alloh taolodan ixlosini so'rab. Alloh fahmimizni ochsin. Allohumma yassirli amri vashrahli sadri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Darsimiz mana shu murakkab dars. Diqqat qilib o'tiringlar. Bu sahobalarning hayotidagi hikoyalar emas, eslab qolish oson. Payg'ambarlarning qissalaridagi bir mo'jizalar emas, insonning qulog'iga yoqadigan, haligi inson yaxshi ko'radi-da hikoyani, unaqa emas. Bu sizning ichingizdagi nafsiz, ichingizdagi qalbingizni muolajasi. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadisiga quloq tutamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini nafsini tanisa, Robbisini taniydi. Kim o'zini tanisa nafsini, keyin Robbisini taniydi. Savol: biz o'zimizni nafsimizni taniymizmi? Biz o'zimizni kimligimizni bilamizmi? Taniymizmi o'zimizni? Tushunmay qolaman o'zimni ham ba'zida. Bir film tutib ketganda saxovatim qo'zib ketadi, bir baxilligim tutganda shu chiqqonga kepay oldirgim kelmay qoladi. O'zimizni taniymizmi? Rasululloh aytibdilar, kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Alloh azza va jalla siz bilan bizga idrok qilishlik quvvatini ato qildi. Va bu idrokiy quvvat faqat inson bolasiga berildi. Bizda idrok qilishlik quvvati bor. Shuning uchun inson mana shu quvvati bilan, idrokiy quvvati bilan dunyoga nimaga kelganligini bilmasa, bu borliqda turishligini, sirini anglamaydigan bo'lsa, nima maqsadda yaratilganini bilmaydigan bo'lsa, albatta ikki dunyoda ham zararga uchraydi. Estağfirullah. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ey Muhammad alayhisalom deydi Alloh taolo. Ayting, sizlarga qilgan ish amallaridan eng ko'p ziyon ko'rguvchi kimsalarning xabarini beraylikmi?
eng katta ziyonga kirgan odam kimligini aytaymi men deyapti Alloh taolo. Birodarlar, bu yerdagi ziyon degan so'z bu ahsarina amala, ahsar deyapti. Haddan ortiq ziyon, eng katta ziyon. Ismi tafsil, eng katta zarar. Inson dunyoda zarar ko'radi. Masalan, molini yo'qotib qo'yadi. Lekin uni tikkalab olishi mumkin. Inson sog'ligini yo'qotib qo'yadi. Zarar bu ham. Uni ham tikkalab olishi mumkin. Ammo u oxiratda o'zini dunyoda tutgan yo'lini xato ekanini ko'rganida, pushaymon bo'lganida, abadiy azobga, shaqovatga ega bo'lib qolganligini ko'rganida, mana shu odamning zarari, mana shu odamning topgan ziyoni eng katta ziyon deyiladi. Alloh taolo aytayapti, eng katta ziyon, eng katta zararga, ziyonga kim kirib qoladi? Inson dunyoga nimaga kelganligini bilmadi, dunyoga kelishidagi maqsadini tushunmadi, bu vujudda bor bo'lib turishligida hikmatini anglamadi. Demak, xohlaganida yashaydi bu odam. Endi Alloh taolo aytadi, astagfirullah, alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ey Muhammad alayhisalom, eng katta zararga kirgan insonning kimligini aytib beraymi? Alloh aytayapti eng katta zarar ko'rgan odam kimligini. Ular kofir bo'lganlari sababli qilgan sa'y va harakatlari hayotda dunyodayoq yo'q bo'lib ketgan u, ammo nodonliklari sababli o'zlarini chiroyli, yaxshi amal qilayotgan kishilar deb hisoblaydigan kimsalardir. Inson dunyoga keldi, nimaga kelganligini bilmadi. Yashayapti, nimaga yashayotganini bilmadi. Dunyodan chiqib ketyapti. Dunyoga nimaga kirganini, nimaga chiqqanini bilmayapti. Shuning uchun odamlar to'rt xil bo'ladi. Birinchi odam, u biladi, bilimli. Bilishini ham biladi. Bu olim. Bunga ergashinglar. Ikkinchi kishi, u biladi, lekin esdan chiqarib qo'ygan. Bu g'ofil. Unga eslatish kerak. Uchinchi odam, u bilmaydi. Ilmsiz. Lekin bilmasligini biladi. Ilmsiz, ilmsizligini biladi. Bu johil. Bunga o'rgatinglar. To'rtinchisi, bilmaydi. Ilmsiz. Bilmasligini ham bilmaydi. Bu odam shayton. Bundan uzoq bo'linglar deydi. Mana shu to'rtinchi toifadagi odamlar eng katta zarar ko'radigan odamlar bo'ladi. Hech narsani bilmaydi, hech narsaga aqli yetmaydi, lekin hech narsani bilmasligini ham bilmaydi. Meni ishim to'g'ri, meni yo'lim haq, inson huquqlari, LGBT, ular ham odam, biz ham odam. Hech narsani bilmaydi hayot haqida, haqiqatdan uzoq, lekin bilmasligini ham bilmaydi. Dunyoga kelib eng katta zarar ko'rgan odam bu dunyoga nimaga kelganligini bilmagan odam. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Biz o'zimizni tanishlik uchun mana shu darslarni eshityapmiz, birodarlar. Demak, idrok qilishlik quvvatini Alloh taolo faqat bu yer yuzida inson zotiga ato qildi. Agar biz Alloh subhanahu va taolo bu koinotga yaratib qo'ygan, bu yer yuziga yaratib qo'ygan eng ulug' narsa bashariy aql desak, insonning aqli desak, adashmagan bo'lamiz. Mana shu aqli bilan inson yuksaladi yoki tubanlikka yuz tutadi. Aqli bilan o'zini tanisa, o'zini tanigandan keyin Robbisini tanisa, inson yuksaladi. Endi inson mana shu aqli bilan o'zini tanimasa, Robbisini tanimasa, tubanlikka yuz tutadi. Yevropadagilar, g'arbdagilar ahmoq emas. Lekin o'zini tanimadi kimligini, Robbisini tanimadi kimligini, erkakka erkak, ayolga ayol yaqinlik qilyapti. Aytyapmiz-ku, shu aql bilan inson yo yuksaladi, yo aql bilan tubanlikka yuz tutadi. Inson nima? Inson idrok qiluvchi aql va yaxshi ko'ruvchi qalb. Idrok qiluvchi aql va yaxshi ko'ruvchi qalbdir. Shuning uchun aql bilan qalbning aloqasi juda qattiq bir-biriga. Aql bilan qalbning aloqasi qattiq. Hali muhabbat degan tema bor. Aql va qalbning aloqasi haqida payg'ambarimiz shunday deganlar. Arjahukum aqlan ashaddukum lillahi hubban.
aqli rojihroqlaringiz Allohga muhabbatlirog'ingizdir. Kimni aqli pishib yetilgan bo'lsa, Allohga muhabbati qattiq bo'ladi. Mana shu olinadigan xulosalardan bittasi. Allohga muhabbatingiz qanchalar kuchli bo'lsa, qattiq bo'lsa, aqlingiz shuncha pishgan odam ekansiz. Lenin maktabda Pozil tog'a degan odamimiz bo'lardi. Nikolayni ko'rgan, Leninni ko'rgan, Stalinni ko'rgan, Xrushchevni ko'rgan, Brejnevni ko'rgan, Andropovni ko'rgan, Chernenkani ko'rgan, Gorbachevni ko'rgan, Yelsinni ko'rgan. Xullas, bitta sistema paydo bo'lib, yo'q bo'lib ketdi. 100 yil yashagan odam. Ya'ni aqli pishgan odam, 100 yil yashagan. Oq poshshoni ham ko'rgan, Yelsinni ham ko'rgan. Men mana bu aqli pishganinglar Allohga muhabbatli bo'ladi degan narsani tushuntirish uchun aytayapman. Bir birodarimiz uyida ehsonda o'tirgan edik. O'sha oqsoqolni to'r yo'tkizib qo'ygan. 100 ga yetib qo'ygan oqsoqol. O'tirib benzindan gapirdi, o'tirgan eslinglar. Narx-navodan gapirdi, asfaltdan gapirdi, siyosatdan gapirdi. Xullas, dunyoni mashmashalardan gapirdi. Haligi opadada indamay o'tiribdi. 15 minutlar joylashgandan keyin men ham bitta gapirsam maylimi dedi. Hamma jim bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir suhbatida qanaqa degan ekan dedi. Odamlarni kompasini qiblaga to'g'rilab qo'ydi. Kerak emas moslar gapirayotgan gaplar. Allohning payg'ambarning so'zi bo'lmasa boshqa gap kerak emas deyapti. Aqli pishgan odam bu. Haligi eslinglar birpasda yana estafeta tayoqchasini olishib, "Ha, to'g'ri aytdingiz. Pozil tog'a, manaqa deb turib, yana 15 minutdan keyin yana g'arbga qarab qoldi kompasi. Yana ozgina o'tirib, yana boshqa gapini qaytardi. Yana bitta gapirsam maylimi? Xullas 3 marta suhbatda bo'ldi. Alloh va Rasuli tomonga burib qo'ydi mavzuni. Shunda men xulosa oldimki, "Ey, yosh bolalar, senlar gapirayotgan gap u kerak emas gaplar. Alloh va Rasulini gapi bo'lmasa gapirma" degan narsani aytayapti. Mana aqli pishgan odam. Sovet tuzumi paydo bo'lishidan yo'q bo'lishigacha 70 yil o'tgan bo'lsa, shuni ko'rgan odam, aqli pishgan odam nima deyapti? Shuning uchun payg'ambarimiz aytayaptilar, kiminglarda aqlilar pishganroq bo'lsa, Allohga muhabbati qattiq bo'ladi. Mana endi o'zidan so'rang birodar. Allohga muhabbatingiz qattiqmi? Eng katta muhabbat qalbingizda Allohga, payg'ambariga nisbatanmi yo dunyo matohigami? O'shunga qarab turib aqlingizni belgilab oling. Insonning aqli rojih bo'lgani sari, insonning aqli pishib yetilgani sari Allohga bo'lgan muhabbati ziyodalashib boradi. Chunki payg'ambarimiz aytdilar, "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini nafsini tanisa, o'zini kimligini tanisa, o'zini nimaligini bilsa, Robbisini taniydi. Birodarlar, dunyo hayoti siz bilan bizni umrimizni sarf qiladi. Biz nimamiz? Inson nima? Inson bu soatlar, daqiqalar, soniyalar. Qo'limizdan qum tushib ketayotganda, qo'limiz bo'shab qolgandek, har bitta o'tayotgan shu qum donasi qo'lingizni bo'shatayotgandek, har bitta o'tayotgan kunimiz, soatimiz, daqiqamiz, soniyamiz bizni tugatyapti. Dunyo hayoti bizni sarf qo'ymasin. O'yin kulgusiga, zebi ziynatiga, talashib tortishlikka, odamlar o'rtasidagi husumatga, boshqa narsalarga. Chunki mana shu narsalar bilan ovora bo'lib inson turar ekan, to'satdan ajal keladi, hamma narsadan ajraladi, mahrum bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, hayot bizni sarf qilib yormasin. Johillikni qurboni bo'lib qolmasligimiz uchun Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Allohullazi xalaqa sab'a samawatin va minal ardi mithlahun. Yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Alloha ala kulli shay'in qodir va anna Alloha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Alloh 7 osmonni va yerdan ham o'shalarning mislini yaratgan zotdir. Allohning amri farmoni ularning o'rtasiga nozil bo'lib tarqalib turur, osmon bilan yer o'rtasida. Toki sizlar Allohning barcha narsaga qodir ekanligini va Alloh barcha narsani o'z bilimi bilan ihota qilib olganini bilishlaringiz uchun
u zot sizlarga yuqorida zikr qilingan narsalar haqida xabar berur. Inson dunyoga kelishigidagi maqsad ibodat. Insonni bu borliqda turishining illati sababi Allohga qulchilik qilishlik. Agar yer yuzida siz bilan bizni bor bo'lib turishimizning asosiy sababi bilim desak ham xato bo'lmaydi. Qaysi bilim? Allohni bizga tanitadigan bilim. Eng asosiy ilm, eng katta bilim mana shu. Bir inson 3 ta universitetni tugatgan bo'lishi mumkin. 5 ta doktorskiy bir stepeni bo'lishi mumkin. Agar uni bu olgan Nobelskiy premiyasi bo'lgan bo'lishi mumkin uni. O'zining sohasi mislsiz bir professor bo'lishi mumkin, akademik bo'lishi mumkin. Ammo uni mana shu ilmi Allohni tanishlikka olib bormagan bo'lsa, bu odam johil deyiladi. Chunki Alloh taolo aytadi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men deyapti Alloh taolo jinni va insni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Ibodat nima? Ibodat Allohga bo'lgan muhabbatning cho'qqisi. Allohga bo'lgan suyanishni cho'qqisi. Allohga bo'lgan bo'yinsunishni cho'qqisi. Allohga taslim bo'lishlikni cho'qqisi. Ibodat nima desa, biz bo'yinsunish deymiz. Yo'q, bo'yinsunishning o'zi ibodat emas. Agar bo'yinsunishingiz muhabbat bilan bo'lsa, ibodat deyiladi. Agar bo'yinsunishingiz muhabbatsiz bo'lsa, toat bo'ladi. Armiyaga borganlar, serjant nima degan? Ravnyash degan. Smirna degan. Shagon marsh degan. Xo'p, bo'yinsunyapsiz. Muhabbat bilan bo'yinsunyapsizmi? Demak, bo'yinsunish muhabbatsiz bo'lsa, ibodat deyilmas ekan. Mana namozga chiqyapsizlar, bo'yinsunyapsizlar. Savol: muhabbat bilan kelyapsizlarmi? Domla masalan 10 ta o'qib kelasan dedi, kitob 10 marta o'qib kelasan dedi. Xo'p, student o'qiyapti. Muhabbat bilan qilyaptimi yo so'kish eshitmaslik uchun qilyaptimi? O'shuning uchun sunnatni o'qimasdan chiqib ketayotgan ukalar shu savolni beringlar o'zingizlarga. Agar sizlar bu ibodatni muhabbat bilan qilayotgan bo'lganlarda sunnatni o'qimasdan chiqib ketmasdinglar. Tasbih tahlil etayotganda odamlarni oxlab yelkasidan chiqib ketmasdinglar. Inson Allohga yuzlanadi, unga ibodat qiladi, Allohni yaxshi ko'radi. Agar Allohni tanisa, unga taslim bo'ladi. Allohga yuzlansa, Robbisiga yaqin bo'ladi. Robbisiga yaqin bo'lgandan keyin qalbida saodatni, shuurni topadi. Inson o'zini tanisin, Robbisini tanisin, Robbisiga yuzlansin va shu bilan saodat topsin. Maqsad shu. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jinlarni ham, insonlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratdim deydi. Demak, sen inson bolasi hayotingdagi eng muhim vazifang nima ekan? Allohga ibodat qilishing. Jasadlarimiz ibodat qilyapti, birodarlar. Ko'zimiz haromdan tiyilyapti, qonimizga harom kirmayapti, aroq ichmayapmiz, tarozni urmayapmiz. Jasadlar ibodat qilyapti. Jasadni ibodatga o'rgatdik, oson bo'lib qoldi. Endi birodarlar, qalbni ibodat turibdi. Islomdamiz, ibodat qilyapmiz. Iymondamiz, qalbimizda Alloh bor, shirki yo'q. Endi ihsonga keldi navbat, birodarlar. Bugun nimani xulosa oldik? Kim o'zini tanisa, Robbisini taniydi. Aqli eng pishgan odam Allohni tanigan odam. Bu dunyoga kelishlikdagi maqsadimiz Allohni tanish. Allohni tanish o'zimizni tanish orqali bo'ladi. Inson o'zini tanisa, Robbisini taniydi. Robbisini tanisa, unga yuzlanadi. Robbisiga yuzlansa, saodat topadi. O'zini nafsini tanisa, Robbisini taniydi. Boshqa hadisda aytdilar Rasululloh: "Arjahukum aqlan ashaddukum hubban lillahi azza va jalla." Ichingizlarda aqli pishganlari Allohga muhabbatda qattiqroqlari dedilar Rasululloh. Ya'ni insonning aqli qanchalar pishib yetilgan bo'lsa, shunchalar Alloh taologa muhabbati ziyoda bo'ladi. Allohga muhabbatingiz qattiqmi? Hamma narsadan Alloh azza va jallani ko'proq yaxshi ko'rasizmi?
demak aqlingiz pishib yetiribdi. Ikkinchi darsimiz, inson zoti bu koinotdagi eng birinchi maxluq, eng oliy maxluq. Chunki u omonatni ko'tardi. Alloh azza va jalla inson omonatni ko'targanligi uchun butun koinotni unga bo'yinsundirib berdi. Shuni birinchi xulosamiz. Inson yer yuzidagi mana shu borliqdagi birinchi maxluq, eng oliy maxluq. Nima uchun? Chunki u omonatni ko'tardi. Astagfirullah. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Albatta biz bu omonatni, ya'ni din degan omonatni, Alloh azza va jallaga o'zini ixtiyori bilan bo'ysunishlik degan omonatni, shariat degan, islom degan omonatni osmonlarga, yerga va tog' va toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar va undan qo'rqdilar. Mana shu koinotga Alloh taolo ixtiyoring bilan menga qulchilik qilishlikni zimmangga olasanmi dedi. Ular bosh tortishdi. Va hamalahal inson. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Dar haqiqat u o'ziga zulm qiluvchi va nodon edi. Mana shu omonatni ixtiyorimiz bilan Alloh taologa qulchilik qilamiz degan omonatni inson zoti zimmasiga olganligi uchun inson bu borliqdagi birinchi o'rindagi eng oliy maxluq bo'ladi. Koinotni Alloh taolo insonga bo'yinsundirib beribdimi? Demak, koinot insondan past darajada. Butun kosmos o'zini burchlari bilan tog' toshlar bo'lsin, ulkan ummon okeanlar bo'lsin, o'rmonlar, sahrolar bo'lsin, bular hammasi insonga bo'yinsundirilgan. Demak, inson mana shularning hammasidan oliy maqomda. Inson shuni bilishligi kerak. Inson shuni bilishligi kerak. Bu borliqdagi barcha mahluqotlardan ko'ra Alloh taologa eng mukarram, aziz banda bu inson bolasi. Astagfirullah. Va laqad karramna bani adama va hamalnahum fil barri wal bahr. Dar haqiqat biz odam bolalarini aziz mukarram qildik. Odam bolasi bormi? U aziz mukarram. Odam bolasi borki, Alloh uchun aziz mukarram. Mushrik bo'lsin, Yahudi bo'lsin, Nasroniy bo'lsin, ateist bo'lsin, musulmon bo'lsin, hammasi odam bolasi deyiladi. Mushrik bo'lsa ham u Alloh uchun mukarram banda, lekin u o'zini iymondan uzoq qilib, o'zini kufrga olib borib, Allohning nazaridan tushib qoladi. Aziz mukarram ekan. Endi mana shu aziz mukarram inson iymon bilan bo'ladigan bo'lsa, mo'min bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uchun quyoshdan ham, oydan ham, butun borliqdan ko'ra mana shu mo'min banda Allohga aziz mukarram bo'ladi. Sen birodar bu koinotdagi eng birinchi maxluqsan, mukarram bandasan. Sen yelkasiga omonatni ko'targan mukallaf insonsan. Sen borsan, mavjudsan. Seni birodar jasading bor, nafsing bor, ruhing bor. Shu yerda insonni 3 ga bo'lamiz. Insonning jasadi bor, nafsi bor, ruhi bor. Shu uchalasining ichidagi eng glavnisi kim? Ya'ni siz bilan biz kim shu yerdagi eng asosiysi? Nafs. Jasad demayapsizlar, jasad kiyim. Xo'p, mana shuni aniqlaymiz. Hozir biz ruh deyapmiz. Lekin Alloh taolo Qur'onda inson zotiga xitob qilganda ruh deb xitob qilganmi, nafs deb xitob qilganmi? Astagfirullah. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya. Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Alloh ruhga xitob qilyaptimi? Nafsgami? Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, xotirjam nafs deyapti. Inson nima ekan? Inson jasad emas, u aniq u. Inson o'lgandan keyin chirib ketadi, Alloh taolo qiyomatda boshqa jasadga kirgizadi. Shu yerda savol bo'lyapti. Inson ruhmi, nafsmi? Darsimizni boshida aytdik. Man arafa nafsahu, arafa robbahu. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Biz ruh ekanmizmi, nafs ekanmizmi?
ichimizdagi men degan narsa bu nafs deyiladi. Uni havosi bor. Havoi nafs deymiz. Nafsning xohishlari. Inson havoi nafsiga berilib ketsa, ya'ni nafsining xohishlariga berilib ketsa, nima ekanmiz biz? Jon ekanmiz. Mana shu nafs, jon deyotgan ikkalasini bitta tushuninglar. Mana shu bizning jonimiz, nafsimiz, ya'ni bizning asli zotimiz. Alloh taoloning buyruq va qaytariqlarining o'rni. Ana shu nafsimiz, jonimiz, ana shu zotimiz iymon keltiradi yoki kufr keltiradi. Ana shu nafsimiz, jonimiz, zotimiz shaqovatli bo'ladi yoki saodatli bo'ladi. Ana shu nafsimiz, zotimiz yo rozi bo'ladi, yo g'azablanadi. Demak, insonning asli zoti bu Alloh taolo yaratib qo'ygan uning nafsi. Ikkita odam to'ymaydi. Ikkita narsani quvigan odam to'ymaydi. Pul quvigan to'ymaydi, ilm quvigan to'ymaydi. Farqi nimada? Pul quvigan odam topmasa-yu aniq norozi bo'ladi. Endi topsa ham norozi bo'ladi, chunki oz deb norozi bo'ladi. Ammo ilm quvigan odam ilmi ko'paygan sari roziligi ziyoda bo'lib boradi. Binobarin baxtli bo'laveradi. Alloh azza va jalla o'zi bilgan yo'l bilan jasadni nafsga bog'lab qo'ydi. Jasad bizi jonimizning kiyimi, idishi. Jasad vaqtincha narsa, ajal yetishi bilan jasadning ishi tugaydi. Jon jasaddan ajradi. Inson o'zining nafsini ishiga e'tiborsi bo'ladigan bo'lsa, faqatgina jasadining tarbiyasi bilan, uning huzur halovati bilan shug'ullanadigan bo'lsa, bu haqiqiy ziyonkor bo'ladi. Nafsning, jonning tarbiyasi yoki jasadning tarbiyasi. Qaranglarda, mana shu jasadimizni rohati uchun ertaga kech mehnat qilamiz. Qurmanjon darg'a ko'chasini vokzaldagi Kurgovoydan tortib Gostinitsa alagacha bo'lgan masofada kafelarni sanaylar. Ular hammasi jasadimizni tarbiyasi uchun, jasadimizni rohati uchun. Kafe, oshxona, somsaxona, montixona, orada apteka. Bular bari nima uchun? Jasadimizni huzur halovati uchun, jasadimizni tarbiyasi uchun. Haqiqiy ziyonkor faqatgina jasadini tarbiyasi bilan, jasadini huzur halovati bilan ovora bo'layotgan odam. Faqatgina jasadini huzur halovati bilan ovora bo'lgan odamlarning ahvoli qanday bo'ladi? Ular dunyoga ega bo'lishadi. Eng yaxshi narsalarni yeb ichishadi. Jasadini huzuri, kayfi, safolarini cho'qqisiga yetishadi. Qo'lida dunyoning hamma matohi bor. Ammo shu bilan ular saodatli bo'lishmaydi. Nafsi, joni orom olmaydi. Nima uchun? Chunki jasad orom olishligi mumkin boyagi narsalar bilan. Nafs orom oladigan narsa boshqa narsalar bo'ladi. Bir devor qo'shningiz, boquvchisi yo'q. 2-3 ta mayda qizlar bilan qolgan tul xotin yashaydi. Siz uyingizga yeydigan narsani yaxshi olib keldingiz hayit kunida, yedingiz, ichdingiz, xotirjam, qoningiz qappayib, tashqariga chiqib, shishingizni kavlab turganingizda qo'shnini qizi yig'layapti. Bugun hayit edi. Bizni ham dadamiz bo'lganida bizga ziyofat qilib berar edi deb yig'layotganligini va onasi uni yupatayotganligini eshitdingiz. Jasadingiz maza qildi. Jasadingiz rohatda, huzur halovatda. Mana endi hozir qiylanyapsiz. Nima qiylanyapti shunda sizda? Ana shu joningiz qiylanyapti. Ana shu nafsingiz qiylanyapti. Shu yerda siz jasadingiz bilan ko'proq odammisiz, nafsingiz, joningiz bilanmi? O'zingizni yomon ko'rib ketasiz. Shunaqa ham ablah bo'lamanmi? Esimga kelyapti mana shu qo'shnini yetimlari deysizda, o'zingizdan norozi bo'lib ketasiz. Ertasi kuni shuni nima qilasiz? To'g'rilashga kirishasiz. Endi o'zingiz yemasdan o'shani olib kelib berdingiz, ertasi kuni qorningiz och turibdi, jasadingiz qiylanyapti. Ammo qo'shnining qizi endi boshqacha gapiryapti. Qo'shnimizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Dadamiz bo'lganda shunchalik qilardi-da, Alloh umriga, rizqiga baraka bersin deb kichkina qizcha gapiryapti. Jasad qiylanyapti, ammo nafsiz, joningiz maza qilyapti. Tushunyapsizlarmi?
ana shu dunyo matohini hammasini qo'lga kiritgan, eng yangi mashinani mingan, eng yaxshi oilani topgan, eng zo'r sharoitda yashagan odamlar nima uchun baxtsiz desa, ular faqatgina jasadining huzur halovati, jasadining tarbiyasi bilan ovora bo'lishdi. Nafsning, jonning tarbiyasi bilan ular mashg'ul bo'lishmadi. Baliq u suvda yashashlik uchun yaratilgan. Baliq faqat suvda orom oladi. Chunki fitrati shunaqa. Baliqni suvdan chiqaring, akvariumdan chiqarib, qimmatbaho shoyi yostiq ustiga qo'yib qo'ying. Eng oxirgi modeldagi yostiq bo'lsin. Eng qimmatbaho shoyidan bo'lgan bo'lsin. U baliq yostiq ustida yayraydimi? O'ladi, o'ladi. Shuning uchun insonning nafsi qachon orom oladi? Robbisi yaratgan manhajda turganida. Alloh azza va jalla insonlarni bir fitrat ustida yaratdi. Shu fitratning egasi faqatgina Allohga yaqin bo'lishligi bilan saodat topadi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallohi allati fataran-nasa alayha. Bas, ey Muhammad alayhisalom, o'zingizni doimo to'g'ri bo'lgan dinda, islomda tuting. Alloh insonlarni yaratgan tabiiy xilqatini saqlangiz. Insonning yaratilgan tabiiy xilqati Allohning manhajida turish. Baliq faqatgina suvda orom olganidek, insonning nafsi, joni faqatgina Allohning dinida turganda orom oladi. Pul topmaganda ham xotirjam. Alloh meni sinayapti deydi. Pul topganda ham xotirjam. Soppasoq bo'lganda ham xotirjam. Kasal bo'lganda ham alhamdulillah gunohlarimga kafforat deydi. Kasal bo'lganda ham xotirjam. Birodarlar, xotirjamlik pulda emas. Shunaqa ishlar bor. Dunyodagi hamma boylik ham, hamma pul ham hal qila olmay qoladi. Biz jonimiz orom olib, hayotda saodatli hayot kechirishimiz uchun bitta yo'l bor. Allohning dinida sobit, Allohning manhajida sobit turishlik. O'zingizni doimo to'g'ri bo'lgan dinda, islomda tuting. Robbingga iqbol qilishing, amr va nahiylariga quloq tutishing sening nafsingni, joningni tabiiy holati. Baliq suvda turishi tabiiy holat bo'lganidek baliq uchun inson Allohning buyruqlarini doirasida turishligi uni tabiiy holati. Endi buni xilofida bo'lsa-chi? Allohning dinidan yuz o'girgan bo'lsa-chi? G'arb ahli birodarlar o'zlarining jasadlarigagina e'tibor qaratishdi. Alloh yaratgan bu qadri baland nafs, jonni beparvo tashlab qo'yishdi. Past razil bo'lgan shahvatlargagina berilishdi. Nafsimiz bor, jonimiz bor. U o'limni totadi, lekin o'lmaydi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir jon egasi bor, har bitta nafs bor, o'limni totadi. U faqat totadi, lekin o'lmaydi. Jasad o'ladi. Jasad o'ladi. Jasad totadi demayapti. Nafs, jon o'limni totadi, jasad o'ladi, lekin jon tirik qoladi. Mana shu nafs Allohga yaqin bo'lish bilan saodat topadi, Robbisidan uzoqlashlik bilan shaqovatli bo'ladi. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kim deyapti Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni siz bilan biz yaratgan Parvardigorimiz haqiqatni aytayapti bizga. Bizga haqiqatni aytayapti. U haqiqat qanaqa haqiqat? Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, dindan voz kechsa, bas albatta u uchun tang baxtsiz hayot bo'lur. Xulosa, inson bu dunyoda saodatli, baxtli yashash xohlasa, Allohning eslatmasidan yuz o'girmasin. O'ylayaptiki, inson o'sha halol harom yo'l bilan dunyoda orttirsam, million dollar qilsam, baxtli bo'laman deb o'ylayapti. Dindan voz kechib qo'yib. Bu odam baxtli bo'lmasligini Robbimiz subhanahu va taolo xabarini beryapti. Mana kechagi taravalarda Steve Jobsning qilgan nasihatini o'qib berdim sizlarga. Dunyodagi ana shu biznesning cho'qqisiga chiqqan Steve Jobs desa, biznes olamidagi muvaffaqiyatning ramzi bo'lib qolgan odam dunyodan ketayotib aytayaptiki, dunyoda to'plagan shuncha obro'yim, shuncha boyligim o'lim degan haqiqatning oldida hech qanday qadr qiymatga ega emas ekan deyapti.
U umrini boy berdi shu dunyo topish uchun. O'sha boyaga dindan yuz o'girib qo'yib, faqatgina moddiy farovonlikni quvdi. Shunga yetsam baxtli bo'laman deb o'yladi. Umrini berdi. Topdi boylikni, ammo o'zi istagan saodatni topmadi. Va topmaydi ham. Nima uchun? Robbimiz aytayapti, kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas unga tanglik hayoti bo'ladi deyapti. Shuning uchun birodarlar, o palonchi din bilan ishi yo'q, harom xarishni pishlamay yeydi, ibodatdan uzoq, dunyosi ko'p bo'lganini ko'rib turib, shuna hayoti zo'r demang. Chunki insonni yaratuvchisi bo'lgan Xoliqi Alloh azza va jalla aytayapti, dindan yuz o'girdimi, uni hayoti tang bo'ladi deyapti. Boy bo'lishi mumkin, sog' bo'lishi mumkin, mansabi bo'lishi mumkin, lekin hayoti tang uni. Buni muqobilada boshqa oyat bor. Man amila solihan min zakarin aw unsa fa huwa mu'min. Mo'min bo'lgan holida erkak yoki ayol solih amal qiladigan bo'lsa, ya'ni mo'min bo'lsa, solih amal qilsa, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Bas biz u insonni pokiza hayot ustida tiriltiramiz. Qarang, birinchisinikini kambag'al kasal qilamiz demadi, hayotini tang qilaman dedi. Inson boy bo'lib turib ham tang yashashi mumkin. Sog' bo'lib ham tang yashashi mumkin. Endi mo'min bo'lgan holda solih amalni qilsa, pokiza hayotni beramiz deyapti. Inson kambag'al bo'lib turib ham pokiza hayot kechirishi mumkin. Kasal bo'lib turib ham pokiza hayot kechirishi mumkin. Insonning hayotini saodatli yoki shaqovatli qiladigan narsa nima ekan? Allohni eslatmasiga iqbol qilishligi yoki undan yuz o'girishi. Bu dars siz bilan bizni ichimizdagi nafsimizni, ichimizdagi ya'imizni tarbiya qilishni o'rgatadi. Insonning ko'ziga bir musibat yetsa, tezda daf qilishlikka shoshiladi. Nima uchun? U ko'zi og'riyapti-da. Eng mohir tabibga imkon boricha tezroq boradi. Nima uchun bunchalik e'tibor? Chunki umrining oxirigacha mana shu ko'zidan foydalanmoqchi-da. Endi abadiy azobga yoki abadiy rohatga olib boradigan nafsini, jonini tarbiyasiga inson qanaqa e'tibor qilishligi kerak? Inson nafs, jasad va ruh dedik. Ayrim ulamolarning nazdida ruh Alloh taolo tarafidan bandaga joylab qo'yilgan Allohning quvvati deyshadi. Ruh nima ekan? Allohning insonni jasadiga joylab qo'ygan o'zining quvvati. Fa iza nafaxtu fihi min ruhi. Odam alayhisalomni mana qissasiga murojaat qilsak, Alloh taolo aytdi, qachoniki men unga o'zimning ruhimdan puflab kiritganimda unga sajda qilinglar. Ya'ni ruh jasad bilan jon bir bo'lgandan keyin uni harakatga keltiradigan quvvat deyildi. Jasad, nafs, ruh kirdi. Mana endi inson tirik yuribdi. 3 ta narsa. Ruh olib qo'yilganidan keyin, quvvat olingandan keyin jasad bilan nafs ajralib ketadi. Odam ko'radi ko'zi bilan, agar ruh bo'lmasa ko'zi ko'rmaydi. Jigar juda ham ko'p bir vazifani bajaradi insonning jasadida. U ham agar ruh bo'lmasa ishlamaydi. O'pka, quloq, boshqa a'zolarimiz hammasi nima bilan ishlaydi? Quvvat bilan ishlaydi. U quvvatning nomi ruh. Ruhsiz inson nima? Bir qop go'sht. Go'sht, teri, suyak, poy, soch, tirnoq, shulardan bir qop. Agar ruh bo'lmaydigan bo'lsa. Ruh insonning jasadiga joylab qo'yilgan Allohning quvvatiki, ajal yetganida undan ruh qaytarib olinadi, jasad yo'q bo'lib ketadi, nafs esa tirik qoladi. Ana shu abadiy qoladigan nafsning, jonning tarbiyasiga e'tibor qilgan, uni kasalliklari haqida g'am qilgan, ularni tuzatish ishlari haqida fikr qilgan, ana shu nafsini saodatiga intilgan insonga Alloh taolaning rahmati bo'lsin. Inson nafsdir. Nafs insonning zoti, uning aslidir. Alloh taolo mana shu nafsga xitob qilgan. Iymon keltiradigan ham, kufr keltiradigan ham nafsning o'zi. Rozi bo'lib g'azablanadigan ham nafsning o'zi. Baxtli bo'ladigan ham, baxtsiz bo'ladigan ham nafsning o'zi. Jasad baxtsiz bo'lmaydi.
Ulamolardan biri aytadi: "Dushmanlarim meni nima qila olishadi? Axir bo'stonim qalbimda bo'lsa. Agar qamab qo'ysa, xilvat, Allohni zikr qilishlikka fursat. Haydab yuborsa yurtimdan, sayohat. Agar qatl qilishsa, shahodat, shahidlik. Dushmanlarim meni nima qila olishadi?" U odamning saodati qada? Ichida, nafsida, jonida. Jasad baxtli bo'lmaydi. Jasad baxtli bo'lmaydi. Ne ajabki, mana kazinolarda yillar davomida bir summa to'planadi, jackpot deydi. 127 million 646 ming dollar bo'ldi deydi, hali katta kazinoda. Hammasi udachasini nima qilib ko'radi. Xullas, o'sha jackpotni bitta ahmoq sarvat qilib oladi-da, sharaxlab endi pul tushadi, bo'ldi. 100 million dollarlik bo'lib qoldi bir danaga. Mana endi siz o'ylaysiz. Bo'ldi, baxt saodatga erishdi. Agar boyaga aytganimizdek, insonning jasadi baxtli bo'lish kerak bo'lsa, 100 million dollarni yutib olgan odam nima bo'lish kerak? Baxtli bo'lish kerakmi? Yo'q, unaqa emas ekanda. Chunki Alloh taolo aytayapti, kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, uni hayoti tang bo'ladi deyapti. Muhim emas uni pulini qancha bo'lishi. Nafsning idishi kiyimi bor. U idish jasad. U jasadni harakatga keltiradigan quvvat ruh. Inson omonatni ko'tardi, omonatni qabul qildi. Shuning uchun butun koinot bu insonga bo'yin sundirildi. Alloh taolo insonga aqlni berdi. Aql bu idrok qilishlik quvvati. Mana shu quvvati bilan inson o'zini boshqa mahluqotlardan ajrata oladi. Va nafsin va ma sawwaha fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Jonga va uni raso qilib yaratib, unga fisq fujurini ham, taqvosini ham ilhom qilib o'rgatib qo'ygan zotga qasam. Insonning nafsi Alloh azza va jalla bu nafsga ilhomni berdi. U savobli amal qilishlik qudratiga ham ega, gunoh ma'siyatga ham ega. Shunda inson ixtiyor qilishlik qoladi uning qo'lida. Ya'ni u tomonga ham egila oladi, bu tomonga ham egila oladi. Inson Robbisini hukmi tomonga egilganida orom oladi. Robbisini hukmidan chiqib ketib, ma'siyatga oqqanda qalbi alamga tushadi, mashaqqatga kiradi, torlikni his qiladi. Har bitta inson unga da'vat yetib kelmagan bo'lsa ham, islomdan xabari bo'lmagan bo'lsa ham, hadis oyat eshitmagan bo'lsa ham, yaxshi ishni yaxshi ish ekanligini biladi. Yomon ishni yomon ekanligini biladi. Masalan, yosh bolalar kichkinagina mushukni bolasini suvga tiqib qiynayapti. Musulmon emasam nima deydi? Bu yaxshi emas deydi. Haqiqatan Allohning shariatida bu mumkin emas, zulm bu. Endi suvda cho'kayotgan bir o'sha mushukni bolasini birov ko'tarib chiqarib qo'ydi. Yaxshi qildi deysiz. Yaxshini yaxshi deydi, yomonni yomon deydi. Nima uchun? Insonni nafsiga Alloh taolo yaxshi narsani yaxshi ekanligini, yomon narsani yomon ekanligini ajrata oladigan quvvatni bergan. Fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Nafsga ilhom berdi. Nimasini? Taqvosini ham, fujurini ham. Agar u nafs fitratdan chiqsa, alam chekadi, qalb siqiladi. Agar iymon yo'liga yursa, orom oladi. Aytdiki, qo'shningizni qizi hayitliga olib keladigan bironta odam yo'qligidan, otasi yo'qligidan yig'layotganda qilgan ishingizni noto'g'riligini siqilib, joningiz qiylandi. Endi Alloh rozi bo'ladigan ishni qilganingizdan keyin nafsingiz orom oldi. Agar u nafs Allohdan taqvo qilsa, itoatda bo'lsa, doim rohatda va saodatda bo'ladi. Agar nafs, insonning nafsi Allohdan taqvo qilsa, itoatda bo'lsa, doim rohatda va saodatda bo'ladi. Insonning shaqovatli baxtsiz bo'lishi manhajdan chiqib ketishligida. Odamlar 3 xil bo'ladi. Allohning mahluqotlarini tanigan odamlar, Allohning buyruqlarini tanigan odamlar, Allohni o'zini tanigan odamlar. Allohning mahluqlari haqida va Allohning buyruqlari haqidagi ilmni o'rganishlik bir xil. Kitob kerak, o'qish kerak, domla kerak, takror kerak, mutolaa kerak, ekzamen kerak. Mana shu ikkala ilm o'rganilishlik yo'li bir xil. Va mana shu mehnatni qilgan odamga mana shu ikkita ilm kallasida natijasi qoladi.
Ammo Alloh taoloni o'zini tanitadigan ilmni o'rganishligini birodarlar yo'li boshqacha. Chunki Alloh laysa kamithlihi shay'un bo'lgan zot. Hech bir narsa Allohga o'xshamaydi. Alloh hech narsaga o'xshamaydi. Modomiki shunaqa bo'lgandan keyin Allohni mahluqotlarini tanitadigan ilm bilan Allohni o'zini tanitadigan ilm bilan bir-biriga o'xshamasligi kerak. Mana bu birinchi ikkita ilmni yo'li bir xil dedik, sanadi, kitob, domla va hokazolar. Ammo Allohni tanishlik uchun Imom G'azzoliy nima dedi? Jahid tushahid. Jiddu jahd qil, mehnat qil, nafsini qiyna, nafsini mehnatga sol, shunda ko'rasan. Tushunalingmi? Birinchi ikki tilimni o'rganishlik faqat zehni zo'r, xotirasi mustahkam odamlar uchun. Hammani ham zehni zo'r emas. Demak, bu shar'iy ilmlarni yoki dunyo ilmlarini o'rganishlik hammani qo'lidan kelmaydi. Ammo Allohni qarangda ajib. Allohni tanitadigan ilmni narxi baland. Lekin bu hammaning imkoniyatida. Nafsiz xohlayotgan ishni teskarisini qilasiz. Shariat taklifotini nafsiz xohlamayotgan bo'lsa ham qilasiz. Kekirdekdan ushaysiz nafsingizni, turasan mada deysiz, ini Alloh taolo sizga o'zini nurini soladi qalbingizga. Yana qaytarib aytaman. Allohning mahluqotlari haqidagi ilm, Allohning buyruqlariga haqidagi ilm, bu ilmlarni o'rganishning yo'li bir xil va buni hamma ola olmaydi. Zehni har xil. Alloh taoloni tanitadigan ilm, bu ikkala ilmdan baland, lekin bunga hammaning imkoniyati bor. Kim jonini ko'proq riyozatga solsa, kim nafsini ko'proq sindirib tursa, shaytonning boshini qayrib tursa, shariatning ramkasida turadigan bo'lsa, mana shu bandaga Alloh taolo agarchi odam Qur'onni zo'r o'qiy olmasa ham, 10 mingta hadisni bilmasa ham, shariy ilmlarni zo'r o'rganmagan bo'lsa ham, Alloh taolo berib orar ekan shu narsani. Allohning rahmatini, adolatini ko'ryapsizmi? Agar Allohni tanitadigan ilm ham zehnga muhtoj bo'lganida, qancha odamlar bu ilmdan bahra olmay qolgan bo'lar edi. Aytiladi, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning so'zlari shariat, u zotning fe'llari tariqat, holatlari haqiqat. Yangi so'zlar: tariqat va haqiqat. Nima bilamiz bu haqida? Rasulullohning so'zlari shariat. Nimani buyurgan bo'lsa, u narsa shariat. Nimadan qaytargan bo'lsa, u ham shariat. Nimani taqrir qilgan bo'lsalar, u ham shariat. Nimani ustida sukut qilgan bo'lsa, bu ham shariat. Masalan, ana shu g'azotlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida kalta kesadi pishirishdi. Kalta kesa echkemar deymiz. Shuni pishirishdi. Rasulullohga uzatishganida qo'l uzatib turib, "Nima bu?" dedilar. Amanaqa echkemar deganida qo'lini tortib oldilar. Shunda Xolid ibn Valid, "Aharamun huwa ya Rasululloh?" Harommi deganida, "Yo'q, bizda bu narsa yeyilmaydi" dedilar. Endi bu degani yevoringlar degani, mana shu ham shariat bo'ladi. Rasululloh indamagan bo'lsa, qilsa bo'laveradi degani. Shariatda qaysi narsa man qilinmagan bo'lsa, shu muboh degani. Tushuntira oladimmi? Shariatda mana bu narsa yo'q edi shariatda. Masalan, svetofor yo'q edi. Svetofor yo'q edi, samolyot yo'q edi, telefon yo'q edi. Paydo bo'ldi. Bu muboh deyiladi. Modomiki bu narsani haromligi dalillar bilan isbotlanmagunicha. Rasulullohning fe'llari tariqat. Birodarlar, tariqat bilan shariatning farqi bor. Nima u? Shariatning olimi bor, tariqatning olimi bor. Shariatning olimi senga Rasulullohning namozi qanday bo'lganligini, namozining kayfiyatini aytib beradi. Qanday o'qigan, necha rakat o'qigan, rukuda qanday turgan holati, qiyomda turganda nimani o'qigan, namozning farzi, sharti, vojibi, sunnatini bayon qilib beradi. Bu namozning suratini sizga bayon qilib beradigan odam shariat olimi bo'ladi. Endi tariqat olimichi? Uni mana o'rgatadi senga. Biz hozir o'sha shariatni o'rgandik. Tariqatni, tasavvufni, haqiqatni o'rganmadik. Biz shuni o'rganmoqchimiz, birodarlar. Mana shu darsimizdan ko'zlagan maqsadimiz shu. Tariqat olimi Alloh tomonidan senga bir karomat berilishi uchun nima qilishing kerakligini o'rgatadi. Allohning amrida mustaqim bo'lishing lozim deydi. Ko'zingni haromdan tiy, qorningni harom
shubhali luqmalardan saqla, seni istiqomaga buyuradi. Mana shu tariqat ulamolarining ishi. O'shuning uchun namozga kelayotgan odam qarasiz, namozini shakli surati juda ham zo'r. Tahoratda chiroyli oladi, o'rgangan. Ruku sajdalari o'rnida, o'rgangan. Qiroati, tasbih tahlillari o'rnida. Namozning surati zo'r. Namozning surati zo'r. Lekin tariqatdan, qalb tarbiyasi, nafs tarbiyasidan bexabar bo'lganligi uchun nechinchi rakatda turgani esdan chiqib qoladi. Shuning uchun namozda ko'zimizga yosh kelmaydi. Shariat ilmi amallarni tashqi ko'rishini o'rgatadi sizga. Tariqat ilmining olimi sizni nafsingizni ibodatini, nafsingizni tarbiyasini o'rgatadi. Biz shuni o'rganmoqchimiz. Demak, shariat, tariqat, uchinchisi haqiqat. Rasulullohning holatlari haqiqat. Alloh taoloni tanishda birodar, bir holatdan ikkinchisiga o'tishing, bir martabadan ikkinchisiga ko'chishing, bir manzilatdan keyingi manzilat yuksalishing haqiqat ulamolarining ixtisosidan. Soddaroq qilib aytsam, ol mushlashib o'ynar eding. Kim bilandir. Aytishar eding, mushlashib ketar eding. U bir holat edi. Agar sen shariatni o'rganding, tariqatni o'rganding, endi haqiqatga kelgan bo'lsang, bir pog'ona ko'tarilgandan keyin senga g'udur-g'udur qilib so'ysa, bunday qarab turib, indamay ketadigan bo'lib qolasan. Bo'lganmi shu narsa bir amatda hayotingizda? Avval shularni bittasi edingiz. Qirqishib, tortishib, so'kinishardingiz. Imom G'azoliy aytdi: "Jahid tushahid." Joningni qiyna, nafsingni qiyna, mehnat qil, kuch sarfla, keyin ko'rasan. Demak, ilm olish uchun kitob, muallim, qiroat, takror lozim bo'ladi. Alloh taoloni tanishga esa istiqoma, dinda mustaqim turishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Shayyabatni Hud va axawatuha." Meni Hud surasi va uning oyatlari qaritib yubordi. Haqiqatan Hud surasi tushganidan keyin Rasulullohning shaxsiyatida qarilik alomatlari birdaniga paydo bo'la boshladi. Soch soqollariga oqlar kirdi, qariyotgani ko'rinib qoldi bir qisqa muddatda. Rasululloh vafot etdilar. U zot Rafiqul Aloga hijrat qilganlaridan keyin sahobalarning birini tushiga kirdi. Shu hadisning sharhlarida keladi. Haligi sahobiy so'radi: "Ya Rasululloh, siz meni Hud surasi va uning oyatlari qaritib yubordi degan edingiz. Qaysi oyatni qarituvdi sizni?" deb so'raydi. Rasululloh javob berdilar: "Fastaqim kama umirta oyati." Bas, ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingizga buyurilganidek to'g'ri yo'lda bo'ling oyati. Sizga buyurilganidek mustaqim bo'ling, to'g'ri yo'lda turing degan oyat tushganda payg'ambarimiz buyurilganidek mustaqim tura olyapmanmi degan g'am bilan Rasululloh qarib ketgandilar. Alloh buyurgandek mustaqimlikka qancha yaqin kelsangiz, shuncha darajasi ko'tarilaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh va kafa bil mar'i jahlan an yu'jaba bi ilmihi." Bir odamning Allohdan qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Kishi Allohdan qo'rqyaptimi? Demak, ilmi bor. Allohdan qo'rqyaptimi? Ilmi bor. O'zining ilmi bilan havolanishi esa uning johilligiga kifoyadir. Tolibi ilmda rivojlanib, ilmda o'sib boraveradi toki o'zini tolibi ilm ekanligini e'tirof qilib tursa. Biz hali tolibi ilmmiz. Biz hali ko'p o'qishimiz kerak desa, ammo men olimman desa, o'sha kuni johilligi aniq bo'ladi. Biz ilmda o'saveramiz, modomiki o'zimizni tolibi ilm ekanligimizni tan olsak, ilmimiz ko'pmasligini tan olsak, hali ko'p o'qishim kerak degan e'tiqod qalbimizda tursa, demak biz tolibi ilmimiz, biz o'syapmiz ilmda. Imom G'azzoliyning so'zlaridan: Alloh haqidagi ilmning narxi baland, natijalari esa yuksak va go'zaldir. Mana shu xulosalardan bittasi. Alloh haqidagi ilmning narxi baland, lekin natijalari o'shunga yarasha yuksak va go'zaldir. Bir odam
ilm izlaydi. Kitob o'qiydi, tinimsiz harakatda, ammo ma'siyatda muqim. Xohlaganini yeydi, xohlaganini ichadi. Bu odamning xotirasi kuchli, zakovati mustahkam bo'lgan odam. O'qiganini yaxshi tushunadi, eslab qoladi. Bu odamda qandaydir ilm bor. Ammo bu ilm narxi arzon. Ammo bu ilmning narxi arzon, chunki narxi o'qish, takrorlash, yodlab olish. Shumidi bu ilmning narxi? Demak, narxi arzon ekan. Ammo Allohni sizga tanitadigan ilmni narxi baland bo'ladi. Unga ko'p mehnat qilishlik kerak bo'ladi. Agar biz Allohni tanishni xohlasak-ku, lekin gunoh ma'siyatlarda ustida turgan bo'lsak, shahvatlarimizdan kecha olmayotgan bo'lsak, bu eshik biz uchun yopiq. Allohni bizga tanitadigan ilmning eshigi bizga yopiq. Agar gunoh ma'siyatdan tiyila olmayotgan bo'lsak, bu eshikka yaqin kirishlikka izn berilmaydi. Alloh taoloning nuri bizni qalbimizga berilmaydi, qalbimizga tajalli qilmaydi. Xulosa, shahvatlardan voz kechamiz, jilolaymiz, nafsimizni tozalaymiz. Shundan keyin astagfirullah, qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Aytdik-ku, nafsni tozalaymiz, nafsni bo'g'amiz, havoy nafsdan qaytaramiz. Shunda Alloh aytayapti, dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Qaysilar? Qaysi mu'minlar? Ular namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'yin eguvchi kishilardir. Ular behuda, foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchi kimsalardir. Lag'vdan o'zini uzoq qilgan. Lag'v nima? Allohdan boshqa hamma narsa lag'v deyiladi. Allohdan boshqa hamma narsa bekarchilik deyiladi. Kechasi uxlamasdan futbol tomosha qilish lag'v. Chunki unda hech qanaqa sizni Allohga yaqin qiladigan ish yo'q-da. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu ish. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu so'z. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu bahs. Demak, hammasi nima ekan? Lag'v, bekarchi narsa ekan. Eshitdingmi? Mana bo'pti Yevropada. Endi futbol mana bo'lar ekan. O'tirib 1 soat somorda bahs qiladi. Xo'p, bahs tugadi. Mana shu bahsning natijasi sizni Allohga yaqin qildimi? Demak, lag'v ekan-a. Men haligi maktabimizni qorovuli Pozil tog'ar aytib berdim-a? Xuddi o'shada mana. 100 ga kirgan odam bitta sistema paydo bo'lib yo'qolib ketishcha ko'rdi. 100 yil yashagan odam sizlarda gapirayotgan gaplar hammasi bekarchi deyapti-da. O'shuning uchun aytayapti, kim najot topdi? Namozida qo'rquv, umid bilan namoz o'qiydi va lag'vdan nima qiladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, at-tahuru shatrul iymon. Poklik iymonning yarmidir. Poklik iymonning yarmidir. Poklik deganda biz faqatgina jismoniy poklikni tasavvur qilamiz. Tahorat deganda biz o'sha namoz uchun qilinadigan amal maxsus a'zolarni yuvishlik. Endi Imom G'azzoliy qanday tushungan shu hadisni? Imom G'azzoliy, ko'p takrorlayman bu gapimni. Insonning psixologiyasi haqida, insonning ichki dunyosi haqida eng ko'p va eng to'g'ri gapirgan olim. Imom G'azzoliy mana shu insonning nafsi, ruhoniyati, psixologiyasi haqida buncha ilmga qanday ega bo'ldi? Qaranglar, ajibda. U kishi o'zini zamonidagi mushtahidlik maqomiga yetadi. Shar'iy ilmlarni mukammal o'rganadi. Ilmni 3 ga bo'ldik-a? Shariat, tariqat, haqiqat. Shariat ilmini mukammal o'rganib, mushtahid bo'ladi-da, 10 yil tarki dunyo qiladi. Masjiddan chiqmaydi. Dars bermaydi. Faqat o'zini nafsini riyozati bilan shug'ullanadi. E'tikof o'tiradi 10 yil. Burungi Ramazonlarda o'tganmiz, Imom G'azzoliyning darsini eshitib qo'ysanglar bo'ladi tof turib. Mana shu 10 yil o'zini jonini qiynadi. Yaxshi ovqatdan, doimiy uyqudan, ziyofatlardan, odamlarning mazza-bemaza suhbatlaridan, dunyodan tarki dunyo qilib uzilgandan keyin, nafsini kekirtaydan shuni ushlagandan keyin Alloh bu kishiga boshqalarga ochmagan ilmni ochdi. Insonning shaxsiyati, ruhiyati haqidagi ilmni mana shu kishiga berdi. Jonini qiynodiynay oldi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu vafotining oldida
Usmon ibn Affon kirdi ziyoratiga. Faloncha yil oyligingizni olmadingiz davlatdan. Shu davlatingizni oyligingizni oling deganida men ketyapman dunyodan deydi. Ha qizlaringizga qoladi desa, ha qizlarimga faqirlik yetishdan qo'rqasizmi? Men qizlarimga o'rgatib qo'yganman. Har kecha Voqea surasini o'qisa, ularga faqirlik yetmaydi degan hadisni eshitgansizlar. Har kuni Voqeani bir oy o'qigansizlar. 1 yil o'qigansizlar. Qarasiz, kamchilik tugamayapti. Keyin shu hadis zaifroq shekilli ekan. Cho'tta 1 yil o'qisak ham bo'lmayapti faqirlik. Nima? Siz Alloh taolo sizni hamma dunyodagi g'amlaringizni o'zini zimmasiga olib qo'yishlikni, shu Voqea surasini o'qish qo'yishlik bilanla bo'lib ketadi deb o'yladingizmi? Voqeani xotiningiz kunda o'qiydi, siz ko'chada yuribsiz, maza bemaza lag'vi bilan. Unaqa bo'lmaydi, birodar. Alloh taolo qalbingizga sakinat, xotirjamlik tushirishini xohlayapsizmi? Bu jonni qiynash kerak. Bu jonni tozalash kerak. Bu jonni nima qilish kerak? Mehnatga solish kerak. Mana duoni 10 ming marta o'qisa kambag'allik ketadi, qarzdan qutulasiz, faqat duo qiladi o'tirib olib. Bir oy chiqmasdan duo qil, lekin televizorda ko'radi, telefonda yotadi, maza bemaza ishlarni qiladi, gunoh ma'siyatdan chiqmaydi, duoda qilaveradi. Endi tushunyapsizlarmi nimaga bizning duolarimiz ijobat bo'lmayapti? Xullas, jonni qiynaysiz. Xohlamaydigan ishga majbur qilasiz, shariat buyurgan ishlariga, keyin kutasiz. Imom G'azzoliy mana shu hadisning sharhida aytadiki, poklik 4 xil bo'ladi. Poklik iymonning yarmi dedi payg'ambarimiz. Birinchi daraja, jasadingni pok saqlaysan. Najosatdan, nopok narsalardan. Mo'min moddiy ma'noda pokiza bo'ladi, jasadi toza bo'ladi. Ikkinchi ma'nosi, a'zolaringni gunoh ma'siyatdan saqlaysan. Ko'zingni, tilingni, oyoq qo'lingni. Poklik iymonning yarmida ikkinchi ma'nosi shu. Uchinchisi, axloqingni toza qilasan. Yomon xulqlardan, kibrdan, hasaddan, gina-kuduratdan, g'azabdan, g'iybatdan. To'rtinchisi, Allohdan boshqa hamma narsani qalbingdan chiqarib tashlaysan. Qalbingda faqat Alloh bo'ladi. At-tahuru shatrul iymon. Poklik iymonning yarmi deyildi. Musulmonda jasadi toza bo'ladi, a'zolari gunohlardan toza bo'ladi, axloqi toza bo'ladi, hamda qalbi toza bo'ladi. Qalb Alloh taolo nazar qiladigan bizning a'zoyimiz. Alloh taolo sizlarning suratingizlarga, jasadlaringizga qaramaydi, lekin qalblaringizga qaraydi, amallaringizga qaraydi deydi. Bir odam Ka'bani tavof qilar ekan, duo qilyapti. Ey Alloh, mendan rozimisan? Shunda haligi odam orqasida kelayotgan bir kishi, ey birodar, Robbingiz sizdan rozi bo'lish uchun siz ham Robbingizdan rozimisiz dedi. Haligi duo qilgan odam, siz kimsiz deb so'radi. Orqada turgan odam, men Muhammad ibn Idrisman dedi. Kim edi bu kishi? Imom Shofiy edi. U kishi, qanday qilib Allohdan men rozi bo'laman? Axir men uni roziligini istab yurgan bo'lsam dedi. Imom Shofiy javob berdi. Ne'matga xursand bo'lganingdek, musibatga ham xursand bo'layotgan bo'lsang, demak sen Robbingdan rozi ekansan. Xursandchilik kelganda alhamdulillah, alhamdulillah deb rozi bo'ldingiz. Endi ozgina musibat kelib qolsa, jazobaga tushayotgan bo'lsangiz, demak siz Allohdan rozi emassiz, demak Alloh ham sizdan rozi emas. Bizni shikoyat qilmagan kunimiz yo'q, ha? Hayotdan norozi bo'lmagan kunimiz deyarli yo'q. Albatta nimadandir norozi bo'lib turamiz. Imom G'azzoliy aytdi-ku, Allohni tanishga olib boradigan ilmni narxi juda baland, qimmat bu ilm, lekin natijasi yuksak va oliydir. Narx juda ham baland, birodarlar. Ammo o'sha narxni to'lay olsak, mukofot shunga yarasha bo'ladi. Hamma shahvatlarni tashlaymiz oyog'imizni tagiga. Aytamizki, Parvardigor, yolg'iz o'zing meni maqsadimsan. Meni yolg'iz talabim seni roziliging. Umumiy g'oyani tushundinglar, birodarlar. Jonni qiynash kerak ekan.
ko'zni tiyish kerak ekan, tilni tiyish kerak ekan, sunnatni o'qish kerak ekan, tasbihni aytishlik kerak ekan. Qalb faqat Alloh bilan ovora bo'lishligi kerak. Shunda uni ko'rasiz. Jahid tushahid. Joningni qiyna ibodat bilan, shariat bilan. Shundan keyin ko'rasan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Astagfiru billah. Innalloha ashtara minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahumul janna. Albatta Alloh mu'minlarning jonlarini va mollarini sotib oldi. Nimani barobariga? Jannat barobariga. Juda ko'p oyatlarda mollari va jonlari bilan kurashadilar deydi. Bu oyatda jon moldan avval aytildi. Ayting, agar sarf qilishlik kerak bo'lsa, pulni sarf qilishlik osonmi, jonni sarf qilishlik osonmi? Molni sarflash albatta nafsni sarflashdan oson bo'ladi. Shuning uchun inson yengilini qilishlikka harakat qiladi, lekin ikkalasini ham qila oladi inson. Bitta mana shu oyatda nafs moldan avval zikr qilindi. Asl narsa shu. Nafs moldan qimmat turadigan narsa. Shuning uchun eng katta saxovat qaysi saxovat desa, mol sarf qilinayotgan saxovat emas, jon nafs qilinayotgan saxovat. Nafs bilan qilinayotgan. Hasharga aytadi: akangiz, ukangiz, qarindoshingiz. Shunda kelib o'zi ishlashingiz bu nafsning saxovati bo'ladi. Mardiko'ysiz bozorga borib turib, o'sha 2000 so'm qo'liga pul berasiz, kech-kech ishlaysan desa, olib kelib qo'yasiz. Aka, men jina ishlarim ko'p edi. Undan tashqari bu kasam ham ko'p ham ishga yaramayman men. Undan ko'ra mana ishni qiladigan ikkita odamni olib keldim deysizda, zo'r ish qilgan bo'lasiz. Shunda sizni hasharga aytgan odam uchun o'zini turgani yaxshimidi, ishlamasa ham? Yoki mardikorni olib kelib qo'ygani yaxshimidi? Sizni yuzga shuna qilishdi. Qasinisi yaxshi edi sizga? U sizni qadrlagan uchun keldi-da. Muhimi keldi, ishini tashab keldi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini ajrata oladi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini topib keladi. Bir odam o'zini qandaydir ilmiy sohasida professor bo'lmoqchi. Erishmoqchi xolos shu martabaga. Ammo u maqsadiga olib boradigan hech narsani qilmaydi. Uyquni kanda qilmaydi. Doim o'yin kulgi, ulfatlar bilan osh-go'sh, bemaza gap so'zlar, suhbatlar, telefon, o'yin kulgi. Maqsad nima edi? Professor bo'lish edi. Ammo professorlikka olib boradigan bironta ishni qilmadi. Bu professor bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bularda hammasini tashlaydi. Keragicha uxlaydi, keragicha yeydi, ulfatlardan voz kechadi, kayf-safodan voz kechadi, jonni qiynaydi, professor bo'ladi. To'g'rimi? Dunyodagi bitta martabaga erishishlik uchun shuncha mehnat qilish kerak bo'lsa, Al-Malikul Muqtadir bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning huzurida bir maqomga, martabaga erishishlik uchun qancha mehnat qilishimiz kerak? Dunyoda sportsmenlar kattaroq bir chempionatga, turnirga qatnashganda uyidan olib ketadi. 1 oy, 2 oy xotiniga ko'rsatmaydi. Bola chaqasiga ko'rsatmaydi. Faqat fikr zikr nima bo'lsin, trenirovkada bo'lsin deydi. Bitta medalga ega bo'lishi uchun, chempion degan bir unvon uchun. Endi Allohning huzurida martabangiz baland bo'lishini xohlasangiz, joningizni qiynashingiz kerak emasmi? O'shada faqat duoda qilamiz, bu yerda hayot bobbaygidek ketaveradi. Yo'q, birodar. Sening uyingda faqirlik tugamaydi. Sening uyingda baraka bo'lmaydi. Joningni qiynamaguningcha. Mehnat qilish kerak. Bu martabani narxi baland. Hamma rag'bat, xohish, iste'larni oyog'imizdaga tashlaymiz, vaqtimizni hammasini Allohga sarflaymiz. Shunda shu martabaga erishamiz. Ey sayyidim, moldan zakot qancha beriladi dedi. Uni sayyidi javob berdi. Sizlardami, bizdami dedi. Bu kishi so'rayapti: "Ey sayyidim, sizlarda degani nimasi-yu, bizda degani nimasi?" Sayyidi javob berdi ustozi: "Sizlarda molning 1/dan 1 zakot qilib beriladi. Bizda banda o'zi ham, uni moli ham sayyidiniki bo'ladi" dedi. Aytdi-yu, Alloh jannatni sotdi ularga dedi. Nimani evaziga? Nafsini va molini sarf qilishlik evaziga. Allohga topshirasiz, o'zingizni qarab turasiz.
molingiz, kuch-quvvatingiz, vaqtingiz, imkoniyatingiz, o'y-fikringiz hammasini Allohniki deb bilishingiz kerak bo'ladi. Imom G'azoliy aytdi, Allohni tanitadigan ilmning narxi baland, lekin shunga yarasha natijasi ham yuksak, go'zal bo'ladi. Agar faqatgina Alloh taoloni amr va nahiysini, dalillarini, qoida usullarini, ya'ni shar'iy ilmlarni o'rgansang, bilsang, hamma savolga javob beradigan darajada bir olim bo'lsang-ku, ammo harom xarishdan o'zingni to'xtatmayotgan bo'lsang, nafsingni majbur qilmayotgan bo'lsang, Allohning bir hukmiga, oldingdan bir ayol o'tib ketayotganda ko'zingni to'ldirib oxirigacha tikilib turgan bo'lsang, bu juda ham bir g'arib holat. Sen Allohning buyruqlari haqidagi ilmni o'rganibsan, lekin Allohning o'zi haqidagi ilmdan g'ofil qolibsan. Shuning uchun, birodar, agar Allohga osiy bo'layotgan bo'lsang, Allohni hali tanimabsan. Qilgan gunohingni kichkinaligiga qarama. Kimga jur'at qilib gunoh qilayotganingga qara. Agar Allohni rost ekanligiga taniganingda gunoh qilgan uyalar eding. Mana, birodarlar, payg'ambarimiz aytadilar, "Kafa bil mar'i ilman an yaxshalloh." Kishining Allohdan qo'rqmoqligi, ya'ni qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Natijalari yuksak va go'zaldir. Mana siz nafsingizni qo'lingizdan kelgancha majbur qildingiz boshqa ishlarga. Nafsni jiloladingiz, ko'zni tiydingiz, quloqni tiydingiz, g'iybatdan tiyildingiz, o'zingiz majburladingiz. Endi o'sayotganingizni qadam bilasiz. Yaxshi savol. Endi belgisi-chi? Inson buni qanday his qiladi? O'zini yuksalayotganligini qanday his qiladi? Bitta misoli bor. Agar sen dunyoparast odam bilan o'tirib qolsang, uni tubanligini ko'rasan. Aqlini kaltaligini, bema'ni narsalar bilan ovora bo'lib qolganini ko'rasan. Xudbinligini ko'rasan. U odam bilan o'tirishni xohlamaysan. Tubanligini ko'rishni boshlaysan. Yomon ko'p gapiradi mana shu odam deysiz. 1 yil burun sizdan shunaqa edingiz. Teppa-teng aytishar edingiz. Teppa-teng futbolda bahs qilardingiz. Teppa-teng siyosatda tortishar edingiz. Bunday o'ylab qarasangiz, u bari nima ekan? Ke qo'y. Eshitdingizmi? Yo'q, eshitmadim, men kerak emas. Oysha onamiz roziyallohu anhoni mana hodisatul ifkda zinoda ayblashdi munofiqlar. Musulmonlar o'rtasida bir oy gap tarqab yurdi. Shunda Abu Ayyub Ansoriy uyiga kirganida Ummu Ayyub aytdiki, "Ey Abu Ayyub, odamlar Oysha bilan Safvon haqida gapirayotgan gapni eshitdingizmi? Ya'ni shular zino qildi degan gap tarqab qolgan edi. To'xta" dedi. "To'xta. Sen shu ishni qilarmiding?" dedi ayoliga. "Yo'q, qilmasdim" dedi. "Men shu ishni qilarmidim" dedi. "Alloh saqlasin" dedi. "Oysha sendan yaxshi. Safvon mendan yaxshi" dedi. Ana birodarlar, Alloh taolo shuni aytdi. Mo'minlar shunday deyishsa bo'lmasmidi dedi mana Nur surasida. Ko'chadan keldingiz, eshitdingizmi dadasi? "To'xta xotin, menga kerakmi shu hozir?" "Yo'q, menga kerak emas, qo'y gapirmay qo'yaver." "Menga tegishli bo'lmasa gapirmay qo'yaver." Allohni tanitadigan ilmni olish uchun itoatda bo'lish, mehnat, infoq, sarf lozim bo'ladi. Al-imanu iffatun anil matami'i, iffatun anil maharimi. Iymon nima? Iymon ta'malardan iffatli bo'lish, man qilingan narsalardan iffatli bo'lish. Ta'madan uzoqsan, gunohdan uzoqsan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, safarlarning birida ana shu sahroda qo'y haydab yurgan cho'ponga duch keldi. Mashhur qissa. Haligi cho'ponni bir sinashlik uchun qo'ylardan bittasi menga sotmaysanmi dedi. Qo'ylar meniki emas, qo'ylar sayyidimniki dedi. Sotaver, pulini olasan. Qo'ydi o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan dedi. Haligi cho'pon aytdi: "Vallohi menga pul juda ham zarur hozir. Agar bo'ri yeb ketdi desam, sayyidim ham ishonadi. Ammo Allohchi" dedi. Hech kimga bildirmasdan o'sha $1000 chiqarib oldingiz o'rtadan. Hech kim bilmaydi yolg'on gapirganingizni. Kim bilib o'tiribdi ayting. Hech kim bilmaydi.
raspiska olgani yo'q, diktofonga yozib olgani yo'q. Siz bilan Alloh o'rtasidagi sir. Shunda Allohdan qo'rqib olib borib bera olyapsizmi? Muborak bo'lsin, iymoningiz bor ekan. Mana shu iymonning javhari, iymonda asli. Mo'min odam shunday beradi, ketaveradi. Bu faqat mo'minlar o'rtasida bo'ladi, ishonavering. Muzorabaga biznes qilasiz. Birov $10,000 berdi, biznes qildingizda foyda bo'lmadi deyapsiz. U qadam biladi u. O'shuning uchun muzoraba faqat ikkita mo'min o'rtasida bo'ladigan muomala. Allohdan qo'rqmagan odam bilan muzoraba qilib olmaydi. Muzorabani puli kuyib ketsa, mehnat qilgan hech narsa to'lamaydi, pul egasi pulga kuyib qolaveradi. U faqat ikkita mo'min o'rtasida bo'ladi. Allohning amrida mustaqim bo'lgan kishigina iymonning lazzatini totiydi. Olib borib beradida maza qiladi. Chunki shayton nima deyatuvdi? Bir 200 ni olib qol deyatuvdi. Qanam bilan berdingmi desa berdi deysan, sanab o'tiramidi deydi. Shunda 200 ham olmasdan 1000 olib borib berdingiz. Maza qilasiz. Nima qila oldingiz nafsingizni? Shunday yenga oldingiz, sindira oldingiz. Demak, Allohning amrida mustaqim bo'lgan bandagina iymonning lazzatini tota oladi. Endi Allohga iqbol qilmagan odam u iymonning lazzati nima ekanligini totilmaydi. Imom Junayddan so'raldi. Allohning valisi kim? Allohning do'sti. U suv ustida yurib ketadigan yoki havoni bosib-bosib tevaga ko'tarilib ketadigan odammi? Imom Junayd javob berdi. Sen uni amr va nahiy ustida topasan. Mana shu inson haqiqiy validir. Farzni bajaradi, gunohdan tiyiladi. Dunyo ilmlarini o'rgatadigan jamiyalar to'lib yotibdi, birodarlar. Fizikani, matematikani, boshqa ilmlarni. Mana shu o'rganayotgan dunyoviy ilmlari agar inson xohlasa, unga Allohni eslatadigan ilm bo'ladi. Yer yuzidagi har bitta ilm insonga Allohni tanitadigan bir eshik bo'lishi mumkin. Albatta bu narsani mana shu talib ilm xohlayotgan bo'lsa. Allohning buyruqlari haqidagi ilm ham shularga muhtoj bo'ladi. Madrasaga, muallimga, takrorlashga, sinovga, imtihonga. Ularning natijasi miyada qoladi. Xulosa, inson bir narsani haromligini bilib turib ham qilayotgan bo'lsa, bu odam Allohning amrini tanibdi, lekin Allohni tanimabdi. Agar bir banda Allohni buyruqlarini tanib turib o'sha gunohni qilayotgan bo'lsa, shariatni hukmlaridan xabardor bo'ldi, lekin Allohning kimligidan xabardor bo'lmadi. Alloh azza va jalla barchalarimizni shariatni ham, tariqatni ham, haqiqatni ham ilmini o'rgangan solih bandalardan qilishligini so'raymiz.